Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Instagramga tekin prosmotr ko'rishlarni ko'paytirishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga qidiruvga yozasizlar most smm.uz deb va start bosasizlar, buyurtma berishni bosasizlar, tekin xizmatlarga bosasizlar. Instagram o'zbek prosmotr tekin va ustiga bosasizlar. Kamida minimal miqdor 100 ta, maksimal 111 ta deb qo'yibdi. 111 taga bosasizlar. Bu kuniga 10 martalab buyurtma bersangizlar bo'ladi. Masalan, mana kamayishlar kuzatilmaydi. Buyurtma berganingizdan keyin kamayishlar yo'q. Ko'rishlar soni ko'payib turaveradi. Endi kerakli havolani kiriting deyapti. Instagramga kirib olamiz va kirganingizdan keyin bitta video hozir. Короче, mana shu videoni kaprovate qilib olamiz hozir. Linkini olamiz. Olindi. Endi o'tga tashlaymiz. Va yuborish. Qabul qilindi. Endi buyurtma qani ko'rishlarni kuzatamiz hozir. Bunda ko'rishlar 29 ta ekan, hozir ko'ramiz. Mana do'stlar, boya 29 ta edi, 207 ta bo'ldi. Короче, bunda tekin xizmatlarda kuniga 20 martalab buyurtma bersangiz bo'ladi. Eng muhim, kamayish kuzatilmaydi ko'rishlar bo'lgandan keyin. Muhimi tekin. Bot manzili most smm.